Qadimgi tabiblar, dunyo tabiblari barchalari va Ibn Sino bobobimiz ham xuddi mana shunday fikrlarda bo'lgan. Endi e'tibor bering, ularning o'sha falsafasi bo'yicha olamning yaralishi va bugungi kunimiz olam va odam haqidagi fikrlar quyidagicha ifodalangan. Demak, dunyoning yaratilishi bitta nuqtadan boshlanib yaratilgan. Bitta nuqtadan va o'sha bitta nuqtaning ichiga yaratganning o'zi 4 ta elementni solgan. Bu elementlarni qadimgi tillarda unsurlar deb atashgan. Qadimgi unsurlarda, qadimgi kitoblarda unsurlar bular tuproq, suv, havo hamda olov unsuri hisoblangan. 4 unsur. Dunyodagi jamiki narsalar mana shu 4 ta unsurdan tashkil topgan. Ular qanday jism bo'lishidan jonli, jonsiz odamlar ham, hatto bizning ustimizdagi kiyimlarimiz yoki qo'limdagi mana bu dastak ham, boshqa hamma narsalar, oziq-ovqatlar ham, tuproq, suv, havo hammalari mana shu 4 ta unsurdan, ya'ni 4 ta elementdan tashkil topgan deb e'tirof etiladi. Endi bu 4 ta unsur o'z navbatida mizojlarga, odam paydo bo'lganidan keyin demak odamlardagi mizojlarga bo'linadi. Mizojlar bular issiq, sovuq, quruq, ho'l mizojlarga bo'linadi. Tuproq, suv, havo, olov bu unsur, issiq mizoj, sovuq mizoj, quruq mizoj hamda ho'l mizoj. Bu mizoj odamdagi va boshqa elementlardagi, boshqa narsa, predmetlardagi mizojlarga nisbatan ham aytiladi. Endi xuddi mana shunday mizojlardan keyin endi bizning ichki tarafimizda bo'ladigan xiltlar, ya'ni safro, savdo, qon, balg'am xiltlariga bo'linadi. Xiltlar ham o'z navbatida issiq mijozli xiltlar, sovuq mizojli xiltlar yoki mana shunga o'xshab bo'linib ketaveradi. Demak, e'tibor bering, mana shu bitta nuqtadan paydo bo'lib bugungi kundagi bizning oxirgi o'sha tanamizdagi kechayotgan safro, savdo, har xil axlatlarning oxirgi va boshlanish nuqtasini inobatga olib, shunga yarasha davolash usullari qo'llansagina ularga kerakli o'sha issiq mijozli odamga qanaqangi ovqatlar berish kerak yoki qanday giyohlar berish kerak. Mana shu usulni Ibn Sino qo'llagan. Shundagina haqiqiy davolash usuli bo'lib odamlarda kerakli 90-100% gacha bo'lgan natijalar bo'lgan. Mana shuni inobatga olib siz ham o'zingizni mizojingizni bilib, qanaqangi ovqatlar sizga mumkin, qanaqa ovqatlar mumkin emas shuni bilib olsangiz, kasal bo'lmaslikka katta yo'l yaratgan bo'lasiz. Va mana shuning evazidan Xudo xohlasa, agar bemor bo'lsangiz, ovqatning o'zi bilan ham yoki ba'zi bir giyohlarni iste'mol qilish bilan ham yaxshi bo'lib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, videolarni ko'rishda davom eting. Podpiska bosib qo'yaveringlar.